1 yil oldin missiyaning birinchi soni chiqqan ekan. 1 yil bo'libdi. Vaqt juda tez o'tib ketdi. Shu bilan birga qancha voqealar bo'ldi, qancha ishlar qilindi. Xayolan 1 yil ortga qaytsak, qanday farq haqida aytgan bo'lamiz. Mas'uliyat kuchaydi. O'zimga bo'lgan talab kuchaydi menimcha. Prezidentimiz juda katta, uzoqni ko'zlagan maqsadlarni qo'yganlar biz uchun. Ular negizida O'zbekiston insonlarimiz manfaatlari, dunyo bilan teng sheriklik. Mana Amerika bilan Uzbek American Investment and Business Council'ni tashkil etdik. Bu juda muhim, biznes uchun qulay sharoitlar yaratish. Juda ko'p katta kompaniyalar bilan uchrashdik. Amerika biznesning eng katta akulalari kelishdi desam bo'ladi. O'zbekistonga juda katta qiziqish, bizga ishonch katta. Xudoga shukr, bu prezidentimizning shaxsiy nazoratlarining natijasi. Amaliy natijalarga erishadigan bosqichdamiz. 2030-yilga qadar sanoat ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish, yiliga 35 milliard dollar investitsiya jalb etishni maqsad qilgan hozirgi kunda O'zbekiston. Shunga erishish bizning ishimiz, KPI'imiz. Kengashimizni janob Gor bilan birga ochdik. Bu Amerika prezidentining juda ham yaqin odami va shu insonni tayinlanganligi kengashimizga Amerika tarafidan raislik qilish bu juda katta ishonch. You had all kinds of world leaders attending the Board of Peace meeting. And that evening President Trump called me and he goes, "You wouldn't believe who came." I said, "Who?" He goes, "The president of Uzbekistan was here." Dunyo yetakchilarining ko'pchiligi Tinchlik kengashi yig'ilishida ishtirok etgan edi. O'sha kecha prezident Tramp menga qo'ng'iroq qilib, "Sen ishonmaysan bu yerga kim kelganini" dedi. Men kim deb so'radim, u esa bu yerga O'zbekiston prezidenti keldi deb javob berdi. U O'zbekiston rahbari kelganidan juda hayajonlangan edi. Men bu hikoyani sizlar bilan baham ko'ryapman, chunki u juda ahamiyatli. O'zaro kimyo, ya'ni bir-birini yaxshi tushunish va uyg'unlik bo'lsa, kuchli munosabatlar shakllanadi. Prezidentlar ilk uchrashganlaridanoq o'rtalarida samimiy bog'lanish paydo bo'ldi. Ba'zan shunday bo'ladi va bu juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bugungi kunda bunday noyob imkoniyat mavjud. Nafaqat bu ikki tomonga manfaatli bo'lgani uchun, balki yetakchilarimiz bir-biriga chindan ham hurmat va iltifot bilan munosabatda bo'lgani, yaxshi chiqishib ketayotgani uchun ham. Aynan shu omillar munosabatlarimizni yangi bosqichga olib chiqadi. And so it's something that will take this relationship to the next level. Bugun ishga tushirilgan bo'lsa ham jarayon ketdi bir necha oy davomida. Qanchalik sezildi yangi mexanizm samarasi? Albatta sezilyapti. Samarasi ham bor, aniq mexanizmlari ham bor. Kengash vakillari har bir kompaniya bilan aloqa o'rnatgan. Kompaniyalarda qanaqa nima savollar tug'ilsa, ular joyida Amerikada turib hamma masalani yechishga yordam beryapti. Jarayon ketyapti. Albatta jarayon ketyapti. Jarayon boshladi. O'sha natija ham bor. Bizda bu yil kamida 5 milliardli investitsiya va savdo loyihalari amalga oshiriladi. Bu raqam hech qachon bo'lmagan. O'zbekiston strategik ahamiyatga ega minerallar sohasiga sarmoya kiritib, nihoyatda ulkan va ambitsiyali maqsadlarni belgilamoqda. Bu esa barcha ittifoqdoshlarimiz hamda hamkorlarimiz o'zlarining qayta industriallashuv bo'yicha maqsadlarga erishishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois O'zbekistonning biz bilan hamkorlik qilishga bo'lgan qiziqishi va sherikligi nihoyatda qadrlidir. Amerikadan oldin ham bir necha tadbirlar bo'ldi sizda. Xalqaro darajada O'zbekistonda juda ko'p tadbirlar. Shularni eslaganda yana bitta gapingiz yodga kelyapti. Menimcha darrov eslaysiz. Qani? Insoniy birodarlik aynan shunday ko'riladi. Sokinlik va tom ma'noda kimga ishonib, kimning ovozini eshitib, kimnidir hech qachon chetga surib qo'ymaslik orqali shakllanadi.
Abu Dhabi. Bu yilgi insoniy birodarlik Shayx Zoid nomidagi xalqaro mukofotning yakuniy tadbirlari. Bir necha oy juri a'zolari qatorida ishladim. Juda ham qiziqarli jarayon bo'ldi. Al-Azharning imomi bilan uchrashdik, Papa Rimskiy bilan uchrashdik, keyin mana Abu Dhabiga borib prezidenti bilan uchrashdik. Jarayon tugagan bo'lsa ham muhokamalar davom etayotganga o'xshaydi. Endi o'rtoqlarimiz ko'paygan O'zbekistonda bilasiz-ku, hamma bizni yaxshi ko'ryapti, qo'llab-quvvatlayapti. Mana hozir prezident janobolilar bilan gaplashdim Emiratni. Prezidentga aytib yuborgin, va'da beraman, men albatta O'zbekistonga kelaman. Ko'nglingiz to'ldimi jarayondan? Natijalarda juda ramziy. Yaxshi ko'raman chiroyli ishlar qilishni. Doim uddalisiz. Rahmat. Doctor, let's go with me. We will talk. Birodarlikka ishonishni da'vo qiladigan davlat buni nafaqat nutqlar orqali, balki ishlaydigan va amalga oshiriladigan qonunlar, samarali va xalqchil usullar va insonlarni izchil himoya qiladigan muassasalar orqali isbotlashi kerak. Saida xonim juda yaxshi. Menga juda yoqdi bu gapirishi. Gapirishganlar ko'p bor, ammo uning turishi, mimikasi o'zingga ishonishi bu insonda katta bir ne'mat. Inson bir joyga chiqqanda, bir narsa gapirganda o'z aytganiga ishonadi. Ba'zi odamlar o'qiydi, o'zi ishonmaydi. Ammo Saida xonim ham o aytganlarga ishongandan ko'ra, onun uchun Alloh taolo inshaalloh unga baxt bersin. Bundan keyin ham yaxshi bo'lsin. O'zbekistonda biror bir ayol davlat va jamiyatning e'tiboridan hech qachon chetda qolmaydi. Xalqaro ayol sudyalar kuniga bag'ishlangan uchrashuvda juda bir emotsional, yurakdan gapirgan edingiz. Chunki yurakdan o'tadi-da bu masalalar. Albatta. Har bir ayol shuni bilsinki, uni jimgina zulmga chidashga hech kim majbur qila olmaydi. Har bir bola xabardor bo'lsin. Davlat uni himoya qilishga majbur. Va yaqinda xotin-qizlar va bolalarni zo'ravonlik hamda tazyiqlardan himoya qilishga qaratilgan muhim farmon qabul qilindi. Amaliy ijrosida nimaga e'tibor qaratiladi? Bu masalada sudyalar hal qiluvchi kuchga ega. Shunday ishlashi kerakki, qonun jinoyatchiga hech qanday bahona bo'lmasin. Hech qanday bahona qolmasin. Mana shu maqsad biz uchun. Sudyalar, huquqni muhofaza qiluvchi va tergovga qadar tekshiruv organlarining faoliyatining samaradorligi, mas'uliyati yanada oshiriladi. Zo'ravonlikning har qanday holatiga real huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. Bu juda ham katta ta'sirga ega hujjat. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va jinoyatlarga ham bundan buyon mutlaqo murosa qilinmaydi. Qonun hamma uchun barobar ishlashi shart. O'zbekistonning istalgan hududidagi har bir qizaloq singillarimiz shuni bilishini xohlardim. Agar Xudo ko'rsatmasin, boshiga kulfat tushsa, qonun undan yuz o'girmaydi. Biz prezidentimizning oldilariga shu sud masalalari bo'yicha o'rinbosarim bilan birga kirdik, Nadira Jalolovna bilan. Prezidentimiz eshitishlari bilan qo'llab-quvvatladilar. Albatta bu juda ham kerak hujjat. Endi ijrosini ta'minlash juda ham muhim. Va shunga urg'u berdilar. Yana hozirgi kengashga qaytsak, memorandum imzolandi. Bu qanday imkoniyatlarni beradi? Bu harakatlarimizga zamin yaratadi. Hamma narsani yagona tizimga aylantiradi. Kengashdan tashqari qator davlat arboblar bilan uchrashuvlarimiz bor. Ular bilan ham ko'p muzokaralar, kelishuvlar, ish ko'p xullas. Ertalab soat 8 dan boshlanib, kechqurun 9 gacha uchrashuvlarim. Keyin shundan keyin uchib ketaman. Yana ishga. Kengash ham bizga ko'rsatilgan hurmat belgisi deb o'ylayman. Chunki mana shuncha odam keldi, O'zbekiston deb yotibdi. Va bilasizmi, eng qizig'i, har bitta shu biznesning boshlig'i kelib
man prezident bilan uchrashganman deydida. Har bittasi bilan uchrashib chiqqanlar. Ishontirishga harakat qilganlar har bittasini. Har bittasi mana men kecha O'zbekistondan keldim, mana 2 hafta oldin O'zbekistonga bordim, yana 2 hafta O'zbekistonga boraman. O'zbekiston bilan mana shunaqa. Bu faqat mehnat ekanda. Hurmatli janoblar, nutqingiz juda ta'sirli bo'ldi. Kelajakda masalan 1 yildan so'ng kengashni, uning natijalarini qanday tasavvur qilasiz? I think we have incredible opportunities here. I think the leadership from both of our presidents is incredible. Imkoniyatlarimiz juda katta. Prezidentlarimiz tomonidan olib borilayotgan yetakchilik haqiqatan ham yuksak darajada. Ular kengash faoliyatiga juda faol qiziqish bildirmoqda. Shuning uchun ham bu ustuvor yo'nalish, ulkan imkoniyatlar ochilmoqda. Bu xuddi chap va o'ng qo'lning uyg'un ishlashiga o'xshaydi. Saida Mirziyoyevaning ham hissasi katta. Hamma harakatlar sezilarli natijalar bermoqda. Faqat so'nggi 1 yil ichida O'zbekiston bilan tovar aylanmamiz 25% ga oshdi. Biz bu o'sishni kelgusi yilda va keyin ham davom ettirishga umid qilamiz. Ishonamizki, yanada ko'proq Amerika kompaniyalari O'zbekiston bozoriga va uning tashqarisidagi imkoniyatlariga qiziqish bildiradi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good luck. Thanks. Bye-bye. Thank you. Господин посол, здравствуйте. Мы хотели бы узнать ваше мнение о том, как важно создание такого совета для развития сотрудничества. Все-таки мы соседи в одном регионе, и во многом развитие наших стран влияет друг на друга. Ну, во-первых, я поздравляю с сегодняшним событием, с основанием делового совета. Это очень важно, потому что работа, которая проводится между Соединенными Штатами и нашим регионом, она сейчас выходит на новый уровень. Сегодня говорили, что руководство Соединенных Штатов четко дало понять, что Центральная Азия — это был регион, которому не уделялось достаточно внимания. Сегодняшний шаг, я думаю, для укрепления двухсторонних узбеко-американских отношений, он очень-очень важный, поэтому поздравляю, желаю успехов, потому что когда у наших соседей успех, нам тоже очень от этого хорошо, поэтому мы здесь как регион тоже должны показывать все возможности и региона, и той политики, которую проводят наши главы государств. Поэтому поздравляю еще раз. Спасибо большое. Inson agar o'ziga maqsad qo'ysa, maqsad bora intilsa, erishish oson ekan. Faqat shu O'zbekistonimiz tinch, osmonimiz musaffo, Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin yurtimizni, xalqimizni. Все, хамачки, мамочка. Ага, окей. Да, выходите и налево. Bir yil bo'libdi. 8-aprelda chiqqan edi birinchi выпуск o'tgan yili. Rahmat. Rahmat Said Shavkatovna. Rahmat.